Bismillah. Qur'on haqida ajoyib ma'lumotlar. Qur'onning ikkinchi nomi Furqon. Qur'onning laqabi Majid. Qur'on nozil bo'lgan oy Ramazon oyi. Qur'on nozil bo'lgan kecha Qadr kechasidir. Oxirgi nozil bo'lgan sura esa Nasr surasidir. Qur'on nozil bo'lgan joy Makka, Hiro g'ori. Qur'onning onasi Fotiha surasi. Qur'onning kelini Rahman surasi. Qur'onning qalbi Yasin surasi. Qur'onda 114 ta sura bor. Qur'onda 6836 ta oyat bor. Qur'oni Karim 23 yil mobaynida nozil bo'lgan. Birinchi to'liq nozil bo'lgan sura esa Muddassir surasi. Ma'lumotlarimiz albatta islom ummati uchun manfaatli bo'ldi. Agar siz ham savoblarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoni yaqinlaringizga ham yuboring.